Do'stlarim, vatandoshlarim, obunachilarim, bugun 2026-yil 1-iyul kuni yo'l Do'stlik betonka Oqoltin yo'llarida ta'mirlash ishlari boshlanibdi. Mana bu yo'ldan Do'stlik tumanidan poytaxtga boruvchi barcha yo'lovchilar, haydovchilar va davlat ahamiyatidagi bu yo'l hisoblanadi. Shuning uchun orqa tarafimizdagi oldingi 10-safar yo'llari Mart aprel oylarida to'liq ta'mirlangan edi. Bu yo'llar qismi qolgan edi. Shuning uchun bu yo'llarda ham ta'mirlash ishlari boshlanibdi. Shopir bu oldimiz qilindimi? Qachon bugun oldimizdagi yo'limiz hozir? Yana bir qismi bor tepada, hozir unga yetamiz hozir. Ha, yana bu ikkinchi qismi tepada. Ikkinchi qismi ham ta'mirlashlar olib borilyapti ekan. Bu ishlarni Sirdaryo avtoyo'l Oqoltin tuman avtoyo'l boshqarmasidagi davlat muassasasi amalga oshiryapti. Mana bu yo'llar uchun ham davlat byudjetining juda katta miqdorda mablag'lar ajratilgan va mana yo'limizning ikkinchi etapi ham mana ko'ringizlar, yerlarni tekislash, buzib tekislash ishlari amalga oshirilyapti ekan. Endi buning orqasida Shopirjon, Bekzodjon, bu endi asfalt yotqiziladimi shunda? Asfalt yotqiziladi. Asfalt yotqiziladi. Kilometri qancha shunda hozir? 3 kilometrga 4 kilometr, 7 kilometrlar bor. 7 orqamiz 3 kilometr, bu oldimiz esa 4 kilometr, jami 7 kilometr masofadagi yo'llar mana Oqoltin avtoyo'l davlat muassasasi tomonidan mana ko'ringizlar, texnikalar hammasi shay. Mana yo'llarda mana buzilgan ishlar amalga oshirilyapti ekan. Shuning uchun mana chap qo'l tarafimizda ko'ringiz, yo'llar buzilgan va shag'allar ham to'kilgan. Mana buzilgan yo'llar ko'ringizlar. Yo'llar buzilgan mana. Otasiga rahmat. Sirdaryo avtoyo'l boshqarmasi boshlig'i Abdug'afur akamiz nihoyatda yaxshi yigit. Mana yo'llarni mana qilamiz deyilgan edi. Mana badasi turibdi. Mana oyda yo'llarni buzib tekislab kelgusida biz bu tekis ravon yo'llar, yangi ishlar yo'llar ishga tushgandan keyin ham ko'rsatib o'tamiz. Hozircha bu hoziroq bo'lsa ham noqulaylik bo'ladi, sababi yo'l ta'mirida boshqa o'tadigan himoya yo'llari yo'q. Shuning uchun mana oldimizda esa avtoyo'l Sirdaryo bo'limi hududiy boshqarmasining grederlari ishlayapti. Mana ko'ringizlar o'zlaringiz. Shuning uchun bu ishlarning hammasining barchasi do'stlarim, vatandoshlar, davlatimizdagi tinchlik, osoyishtalik, yurtboshimiz Shavkat Miromonovichning olib borayotgan adolat islohotlari, davlat byudjetidan juda katta miqdordagi trillion so'm pullarning, milliard dollarlarning ajratilishi va avtoyo'l qo'mitasining hududiy boshqarmalari tomonidan texnikalarining, ishchi xodimlarining va Sirdaryo viloyatidagi avtoyo'l tizimidagi bir qancha asfalt zavodlarining kuniga 500 tonna, 1000 tonnalab asfaltlarni yetkazib berib, yo'llarimizni tekis va ravon yo'llarga aylantirayotgan hisobidir. Shuning uchun mana Do'stlik tumanidan qatnovchi Bekzodjon qancha 100 ta 120 ta bormi haydovchilar? 50 dan ortiq haydovchilar har kun uzluksiz yo'lda yurib o'tadi va Oqoltinga boruvchi 10-safhoz Do'stlik betonga chiquvchi qanchadan qancha harakatlanuvchi avtomashinalar mana ahvol yo'llarida oldingi rasvo edi. Mana endi esa yaqin kunlarda, yaqin 10 kun, 15 kun ichida tekis yangi asfaltlangan tekis ravon yo'llarda yurasizlar. Bu yo'llardan yurgandan keyin yo'lchilarda ham mehnatini qadrlab, rahmatlar aytib va yurtboshimizga rahmatlar aytishimiz lozim bo'ladi. Ajratilgan mablag'lar, yo'lchilar, quruvchilar, buldozorchilar, grederchilar va 50 gradus issiqda hammangiz mendan yaxshi bilasiz, ishchi xodimlari texnika va qo'llarda, lapatkalarda asfalt 120 gradus, ko'chada 50 gradus, o'rtaroqda 80-90 gradusda ishchilar ishlaydi. O'shalarga suv berib o'taylik, non berib o'taylik do'stlarim. Shuning uchun qilingan ishlarni, islohotlarni ham biz ko'rsatishimiz kerak. Buni biz avtoyo'l tizimida yo'llarni ko'p marta tanqid qilganmiz. Mana bu tarafimizda betonkamiz, chap qo'l taraflarimizda
ta'mirga tushibdi. Shuning uchun ta'mirlanyapti. Mana uning safxoz yo'lda narigi betlarmi ta'mirlanib bo'libdi-ku Sho'pirjon. Asfalt yotqizilibdi asfaltda. Yo'q, ishlayapti usti. Usti ishlayaptimi? Ustlari ishlayapti ekan. Bu ham bo'lsa Sirdaryo avtoyo'l boshqarmasining ishlari ekan. Mana ko'ringizlar, kuzatingizlar. Sirdaryo viloyatidagi ishlarni, islohotlarni mana yo'llarda ishlayapti. Mana grederlar asfaltga tayyorlanyapti, asfalt to'shashga. Mana bu yo'l himoyalangan. Mana shuning uchun yo'lchilarimizni ham qilayotgan mehnatlarini biz qadrlaylik, baholaylik. Faqat tanqid ham bir og'izdan chiqadi, maqtov ham, qilingan ishlar ko'rsatish ham bir og'izdan chiqadi. Bizning ko'zimiz, do'stlarim, vatandoshlarim, hammasini birday ko'radi. Yaxshini ham, yomonni ham birday ko'radi. Shuning uchun mana yo'llarni ko'ringizlar. O'ng qo'l tarafimizda mana GAI xodimlari turibdi. Ustilar betonlar, asfalt ustini shlifovka olib, orqasidan endi esa yangi asfaltlar to'shalar ekan. Mana oldimiz yo'llar GAI akalarimiz turibdi. Shuning uchun mana bu taraflarimiz Sho'pirjon yangilanib, Yangilandi mana xudo xolasa. Yangilanib, yangi tekstivon bo'ldi. Shu holatga tushar ekan orqamizga. Orqamizda yo'llarimiz mana xuddi shunday tekis, ravon, g'adir-buduri yo'q yo'llarga orqamiz ham aylanadi. Shuning uchun barcha men haydovchilar nomimdan, mana Do'stlik tumanidagi 50 dan ortiq haydovchi, mana Bekzod ukamiz nomidan, ukamiz nomidan, o'zim nomidan men Sirdaryo avtoyo'l haydovchilariga nima deysan? Rahmat deyman. Mehnatlarga rozi bo'lsin. Mana shunchalik yo'llarimizni ravon qilyapti. Ravon yo'llarda yurgandan keyin har qanday haydovchi bu Abdug'ofir ukamiz boshchiligidagi yo'lchilarga rahmat aytmasdan iloji qolmaydi. Abdug'ofirjon va Oqoltin tuman yo'lchilari mana shu yo'llarni kim asfaltlagan bo'lsa, ishlagan bo'lsa, hammasiga tasanno rahmatlar, o'zlariga rahmat, otasiga rahmat deb aytamiz. Sog' omon bo'lingizlar. Bunday tekis ravon yo'llar ko'payaversin.